Dasturimiz davom etadi. Yurtimizda biznes subyektlariga katta imkoniyatlar berilmoqda. Xususan, yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga ko'pgina soliq yengilliklari joriy etilmoqda. Ayni kunlarda soliq organi xodimlari soliqchi ko'makchi tamoyili asosida joylarga chiqqan holda soliq to'lovchi tadbirkorlarga bu borada tushuntirish ishlari olib borishmoqda. Muxbirimiz Xorazm viloyati misolida mavzuni davom ettiradi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun 2026-yil 1-yanvardan boshlab yangi huquqiy tartib joriy etilmoqda. Huquqiy yangi tartib shuni anglatadiki, endilikda tadbirkorlar o'zining 1 milliardgacha bo'lgan aylanma mablag'idan bor yo'g'i 1% miqdorida soliq to'lashi belgilab qo'yildi. Buni esa maxsus platforma orqali amalga oshirish mumkin. Ya'ni, masalan, mobil ilova orqali Face ID bilan ro'yxatdan o'tiladi. Yakka tartibdagi tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan shaxs yo'nalishini belgilab turib, tadbirkorga aylanishi mumkin. 2026-yil 1-yanvardan kiritilgan o'zgarishlar biz uchun juda qulay va oson bo'libdi. Avval hisobot topshirish uchun ham qiynalib vaqt yo'qotib yurdik. Hozir o'zi yuboradan bo'libdi. Bu o'ylaymanki, biz uchun ko'p sharoitlarni, ko'p qulayliklarni yaratib berdi deb o'ylayman. Toza yaratilgan yangi shart-sharoitlardan unumli foydalangan holda vaqtimiz tejalib turibdi. Endi eng muhimi, tadbirkorga ortiqcha javobgarlik yuklanmaydi, ya'ni soliq hisobotlarini tadbirkorning o'zi topshirmaydi. Mazkur qaror orqali soliq hisobotlarini tadbirkor uchun platforma topshiradi va javobgarlikni ham o'z zimmasiga oladi. Qayd etish kerakki, davlatimiz rahbarining mazkur qarori yashirin iqtisodiyot ulushini sezilarli darajada soliq solish bazasini kengaytirish, jismoniy shaxslar uchun qonuniy faoliyatning jozibadorligini yanada oshirish maqsadida qabul qilindi.